2022-yil 4-dekabr 3-savolni ko'rib o'tamiz demak. Xo'p, 3-savolda nima deyapti? 2 va 3 ga bo'linmaydigan barcha ikki xonali natural sonlar yig'indisini toping degan savol ekan. Endi boshladik. Mana. Xo'p, biz mana 2 ga bo'linadiganlarni o'zi yozib olaylik. Nechta ekan mana? 2 ga bo'linadigan. Nechadan boshlanadi birinchi? 2 xonali bo'lgani uchun 10 dan boshlanadi. 10, 12, 14 plus va hokazo ketadi oxir necha? 2 xonali degan uchun oxir 98 gacha bor. To'g'rimi? Endi mana shular yig'indisini hisoblab olaylik birinchi. Endi biz arifmetik regressiyani bilamiz, o'shandan foydalanamiz demak. A birinchi xadim deymiz 10 deymiz, A ikkinchi xadim deymiz 12. D ni topamiz. Demak, bundan kelib chiqadi ki D ni topadigan bo'lsak 2 ga tenglik kelib chiqadi. Endi nechta xat borligini topib olamiz demak. Xo'p, 98 A n formulani o'ylaylik. A n teng A1 plus n minus 1 ko'paygan D. A n o'rniga 98 ni qo'yamiz. Mana 98 teng A1 o'rniga 10 plus n minus 1 ko'paygan D imiz 2 bo'lyapti. Ayirsak 88 n minus 1 ko'paygan 2. N minus 1 topadigan bo'lsak necha bo'ladi? 2 ga bo'lsak 44. Demak n imiz 45 ga tenglik kelib chiqqan. Demak nechta ekan? 2 ga bo'linadigan 10 dan boshlab 98 gacha 2 ga bo'linadiganlar nechta ekan? 45 ta ekan. Endi mana shu 10 dan 98 gacha bo'lgan barchasini yig'indisini topamiz demak. S 2 qo'yamiz, 2 ga bo'linadigan qo'yamiz. Bo'linadiganlari birinchi xadiga oxirgi xatni qo'shaman. 10 plus 98 taqsim 2 nechta xat bor ekan jami? 45 ta ekan. Mana shuni hisoblaymiz demak. Xo'p, qo'shsak 108 2 ga bo'lsak 54. Demak 54 ko'paygan 45. Hozircha toptasin bu. Mana ketdi bu birinchi. Endi ikkinchi 3 ga bo'linadiganlarni topamiz. Mana ketdi 3 ga bo'linadiganlar demak. 12, 15 plus va hokazo. Necha ketadi plus 99 ha? Mana 99. Endi nechta xat borligini topamiz demak. A xo'p, endi 99 deymiz. A1 da 12 deymiz. Bunda ham D'miz avtomatik nima bo'lyapti? 3 3 ga ko'payib boryapti. Demak 3 ga tenglik kelib chiqdi mana. Demak 99 teng bo'lar ekan. Birinchi xati 12 plus n minus 1 ko'paygan D'miz 3 bo'lyapti mana. 12 ni chap tomonga o'tkazadigan bo'lsak nima bo'ladi? Xo'p, ayirsak 7 87 teng ekan n minus 1 ko'paygan 3. N minus 1 topadigan bo'lsak 87 ni 3 ga bo'lamiz. 87 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsa necha bo'ladi? 29 bo'lar ekan, ha? Bo'ldi. N imiz 30 ga tenglik kelib chiqdi. Demak, 30 ta nima xat bor ekan. Endi topamiz. S 3 ga bo'linadiganlarda yig'indisini topadigan bo'lsak, 12 ga qo'shamiz 99 ni, bo'lamiz 2 ga, jami xatlar soniga ko'paytiramiz mana. Bu teng bo'lar ekan. Qo'shsak. Xo'p, necha bo'ladi? 111 ko'paygan 32 ga bo'lsak 15 ekan mana. Bo'ldi. Bu ham shu turcha tursin endi. Ketdi. Endi keyin qiladiganimiz qaraymiz endi. Keyin qiladiganimiz qarang. 2 bilan 3 ga bo'lingan son nima bo'ladi? 6 ga ham bo'linadi. Demak, endi qaraymiz. Endi 6 ga bo'linadiganlarni topib chiqamiz bek. 12, keyingisi 18 plus va hokazo plus keyingisi oxirgisi necha bo'ladi? 6 ga bo'linadigan 96 ekan oxirgisi. Xo'p, endi mana shuni topamiz. A birinchi xadi 12 ga teng, A ikkinchi xadi nimaga teng? 18 ga. Bundan kelib chiqar ekan D ayirmasi 6 ga tenglik kelib chiqadi. Demak 96 birinchi xadi 12 plus n minus 1 ko'paygan 6 bo'lyapti. 12 ni chap tomonga o'tkazib olamiz. 96 dan 12 ni tashladigan bo'lsak 84 teng ekan n minus 1 ko'paygan 6. Endi 6 ga bo'laveramiz ikkita tomondan bo'lsak. Xo'p, buni uradigan bo'lsak 14 teng n minus 1 ga. To'g'rimi? Endi bundan n ni topadigan bo'lsak 15 ga tenglik kelib chiqadi n'imiz. Endi 6 ga bo'linadiganlar yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, S 6 ga bo'linadiganlar yig'indisi birinchi xadi 12 ga teng, oxirgi xat 96 bo'lyapti. Qo'shib 2 ga bo'lamiz, ko'paytiramiz 15 ga. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak mana. Xo'p, qo'shsak 108 bo'lsa 54 ko'paygan 15 ekan. Bo'ldi. Buni yozib oldik, a? Endi biz bu ham ketdi. Endi biz barcha o'zi ikki xonali sonlar yig'indisini hisoblashimiz kerak. Demak, eng birinchisi nechadan boshlanadi? 10 dan boshlanadi. 11, keyin va hokazo oxiri 99. Buni ham topib olamiz. Demak, A birinchi xadi 10 ga teng, A ikkinchi xadi 11 ga teng. Demak, 99 birinchi xadi 10 plus n minus 1 ayirma nima bo'lyapti? D esi 1 bo'lyapti. 1. Bu yoqqa o'tkazsak, demak, 89 n minus 1 ga teng ekan. Demak, n'imizda 90 ga tenglik kelib chiqadi. Demak, 90 ta
xat bor ekan, 90 ta xat yig'indisini hisoblaymiz endi. Barcha 10 dan boshlab 99 gacha barcha ikki xonalar yig'indisini topayapmiz. Demak, S barchasini topadigan bo'lsak, birinchisi 10 plus keyin oxirgisi 99 qo'shib 2 ga bo'lamiz, ko'paytiramiz 90 ga. Buni hisoblaydigan bo'lsak, qo'shsak 109, demak 109 ko'paygan 45 bo'lyapti. Endi qarang, e'tibor beramiz. Xo'p, mana bu 2 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadiganlarni olamiz. Keyin bu yerdan xo'p, 3 ga bo'linadiganlarni olamiz. Demak, mana buni yozadigan bo'lsak, nima qilib yozamiz qarang. 45 bo'lyapti. 45 da 15 ko'paygan 3 qilib olamiz. Demak, bu yerga 3 ni ko'paytiradigan bo'lsak, 12 162 bo'lar ekan. 162 ko'paygan 15 bo'lar ekan. 2 ga bo'linadiganlar bo'ldi. Endi bu 3 ga bo'linadiganlar. Ikkalasini qo'shamiz. S 2 ga bo'linadiganga qo'shamiz. S 3 ga bo'linadiganni qo'shadigan bo'lsak, nima bo'ladi? Xo'p, 162 mana 162 ko'paygan 15 plus 111 ko'paygan 15 bo'lyapti. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, 15 ni qolsin tashqariga chiqarib ketib, buni hisoblaydigan bo'lsak, 1 ga 2 3, 1 ga 6 7, 1 ga 1 2. Demak 273 bo'ldi mana. 15 ko'paygan 273 ekan. Ikkalasini yig'amiz. Endi 6 ga bo'linadiganlarni nima qilib tashlaymiz? Bu ikkalasidan ayirib tashlaymiz. Endi ayirib tashlaydigan bo'lsak, mana 6 ga bo'linadigan bu ekan. Demak, S 2 ga bo'linadiganlari plus S 3 ga bo'linadiganlarni ayirib tashlaymiz. S 6 ga bo'linadiganlarni. Demak, ayiradigan bo'lsak, xo'p, mana 273 ko'paygan 15 dan ayirib tashlaymiz. Mana 54 ko'paygan 15 ni. Ayiradigan bo'lsak endi. Hop, 15 ni qolsin tashqariga chiqarib ketamiz. 273 minusdan 54 qolib ketadi. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 15 ko'paygan. Ayirsak endi mana. Bitta qarz bersak 9, hop, 6 1 ekan. Keyin 219 ekan. Mana bo'ldi. Demak, 15 ko'paygan 219 bo'lar ekan. Endi jam bu yoqda 2 ga bo'linadiganlar jami nechta edi? Mana shuncha edi. Endi jamidan buni ayirib tashladigan bo'lsak, bizga hop 2 bilan 3 ga bo'linmaydigan barcha ikki xonali natural sonlar yig'indisi kelib chiqadi. Demak, ayiramiz buni. S barchasini ayirib tashlaymiz buni qolganini. Hop, demak S qolgan deb qo'yaylik. Ayirsak endi. Mana bu 45 deyapsiz, to'g'rimi? Endi yozamiz buni. 109 ko'paygan 3 ko'paygan 15 deb yozib olaman. Ayiraman buni. 219 ko'paygan 15. Endi ayirsak buni. Nima bo'ladi mana? 3 ga ko'paytirib olaylik birinchi. Xo'p, 327 ko'paygan 15 minus 219 ko'paygan 15. 15 ni qolsin tashqariga chiqarib ketamiz. Ichkarida 327 minusdan 219 qolyapti. Demak, 15 ko'paygan. Endi ayirsak, bitta qarz bersak nima bo'ladi? Qarz bersak 17, hop, ayirsak 8 ekan. Keyin 1 qolyapti. 0. Demak, 108 ni 15 ga ko'paytirish kerak ekan. Buni ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, 1620 chiqadi. Demak, hop, 1620 degan javob A javobga mos keladi. Demak, 3-savolning javobi A javobga mos kelar ekan. Endi keyingi savollarga o'tamiz.